Berunidagi eng katta assortimentga ega bo'lgan gilam do'konlaridan birisi. Ya'ni Samarqand Optum gilamlariga keldik bugun ham. Ag'a, ne yangilik bugun? Assalomu alaykum. Siz zamonsa keldingizmi? Qarang, odamimiz loyiq Samarqand Optum gilamlarida ko'pmiz. Bu yerda faqat zavod narxida bundan ham arzon bo'ladi. Bir yandan gilamlarni tanishtirib qo'yishim. Razmeri 4 metr 6 metrlik gilam bo'ladi bu narsaniki. Xo'p, sifati rezinaviy materialda ishlangan bo'ladi. Orqalari kamerani bir yaqinroq kelsangiz bir sifatini tushuntirib o'taman boshda. Qarang, rezinaviy materialda do'qilgan qimmat gilamlarni gulutchirilgan bo'ladi. Razmeri enida 4 metr, uzunligi 6 metr bo'ladi. Bahosi 1 million 200 ming so'm, 1 million 400 ming so'm arzon berdim deganda 1 million so'm sotganmiz bu narsani. Bu durishini qarang sizga 880 ming so'm pul qo'yib beraman. 4-6likini. 880 ming so'm. 880 ming so'm pul qo'yib beraman. 1 million so'm pul olmaysiz hozir. Xalosalar go'y sveti, xalosalar yamanda oq qizil svetlar ham boyang. Ina bu narsani ko'ring. Voy, Xalosalar qizil sveti. Razmeri 4-6lik bo'ladi. Qimmat gilamlar gulutchirilgan. Bu bahada, bu senada mening gilamdan hali berilgan territoriyada hech kim 1 qo'yib million bera so'mga olmaydi. yetmay turibdi shunda baho. 1 million ham bormaydi, 880 ming so'm pul oladi bu gilamni durishi. Endi qarang, bundan ham yaxshiroqini so'raganlar uchun Ketdi. 4-5lik chisti baxmal bu narsaga. Xo'p, Chisti baxmal sifatlari zo'r yumshoqqina 1 gram kerak bo'lmaydi bu narsani. razmeri qanday bo'ladi? 4 metr 5 metr uzunligi. Xo'p, Narxi 2,5 million so'm sotganmiz bu narsani. Xudo xolasa aksiya tushirib beramiz. Yarim narxida, parim narxida deb o'tirman. Zavod narxindaga 1 million 150 ming so'm pul berib ketaveradi. 1 million 150 ming. Avang, yana bir podarkasi bor. Shu videoga hozir o'zini bir like-ni bosib, kommentariyani yozib, gilam qidirib yurgan donishlarni jo'natib qo'yasizlar. Agar shu ishlarni kelmingdan bo'lsangiz 1 million so'm pulni o'zini beraman aqa. 150 ming so'm shu o'rinda qaytib Shu o'zini like, kommentariya bosib Ko'rib turganingizda 1 million 150 ming so'm o'zining bahasi. Yavering aqa. Ina bu narsa oq bo'ladi og'ayning. Yaxshi. Shu qizil svetini oqi. Bu ham shu aksiya tushgan narxi 1 million 150 ming so'm pul oladi. Like-ni bosib, kommentariya yozib keladigan bo'lsalar 1 million so'm pulni o'zini beraman aqa. 1 million so'm shug'ullanib berasiz. Havang, endi qarang, bu g'olib prosu olamas. Yaqin raqam ko'rsatishimiz mumkin. Keling, ko'rsating bu narsani. Sochoqli, kojali, sifati zo'r yumshoqqina narsalardan birisi bor. 1 million so'm pul tupan qo'ylar beruni territoriyada hali hech kim mendan gilam qo'yib bermadi. Keyingisi Yaxshidan yaxshiga o'tib boratirmiz. Yo'q. Havang, 3,5 metr 7 metrlik bu eng qalinga bo'ladi gilamni. Eng qalingi, eng zo'rlaridan birisi bo'ladi bu narsa. Sochoqlari qo'yilgan, kojalari qo'yilgan, sifati eng premium klassda ishlangan gilam. Uzunligi ham e'tibor berasiz 7 metr. Narxi 4,5 million so'm, 4 million so'm men arzon berdim, yana 3,5 million so'm berganmiz. Necha so'm aytib berasiz? Shu oyning oxirida qarang. 2,5 million emas, 2 million 300 emas, 2 million 400 emas, 1 million 950 ming so'm pul aytib beraman. 1 million 950 ming so'mga 30-iyungacha. 30-iyungacha 3,5 7lik gilam. Ana qarang, bundan ham bir yaxshisi boshdan bir ko'rsatib o'tadi obunachilarimiz uchun. 3,5 metr 5 metrlik bo'ladi. Bu chisti Turkiya narsasi. Bu yandan qarasangiz gullari temniy, bu yandan qarasangiz gullari yarki ko'rinadi. Sifati eng premium klassdagi narsa. Ko'p so'rab o'tiraman. 5 million so'mlik narsa zavod narxiga 1 million 800 ming so'm pul qo'yib beraman. 1 million 800 ming so'm avang durishini. Turetskini. Turetskini eng yaxshisi bo'ladi. Ey, молодец. Lekin 30-iyungacha uspetad kanallar. Qanchani tushuntiramiz, keling. 30-iyun 2026-yil 30-iyungacha hozir aytib o'tirgan narxlar amal etadi. Endi ichkariga kirib boshqa yangiliklar ko'ramiz. Salqinda bir aziyatik orqan gaplashsak bo'ladi qani. Qani. Qarang, keyingi gilamimiz. Razmeri enini 3 metr, uzunligini 5 metr oladi buni. Sifati yaxshi, buni markasi rezinaviy materialdan to'qilgan bo'ladi. Bu gilamimizni arzon berdim deganda o'tgan aksiyalarimizda 34 ming so'm, 35 ming so'm tushirib edik. Kvadrat metrini. Kvadrat metrini avang 32 ming so'mdan kvadratini kishilar mumkin bo'ladi og'a. Xohlagan razmeri, xohlagan rangini 32 ming so'mdan kvadrat metri. Ya'ni shu durish 15 kvadrat bo'ladi, durishga 500 ming so'm emas, 480 ming so'm bo'ladi. 480 480 ming so'm bo'ladi, shu durish bo'ladi. Mana kimdir masalan doroshkalar kerak bo'ladi. Bo'lsa, bunda doroshkalar ham bor. Xo'p, 480 ming so'mga monoqayilni olsa bo'ladi shunday endi. Havang 30-iyungacha lekin aqa. 30-iyungacha. Bunda doroshkalar bor, xalosalar qizil sveti, xalosalar oq svetidan bor. Hamma razmerlari bor. Razmeridan muammo yo'q. Kesib, do'kib taxlab beramiz. Metr kvadrat 32 ming so'mdan bo'ladi. Xo'p, undan keyin sizdan gilam kvalitetidan bo'lsa, kesiluvi, qirqiluvi, to'qiluvi, masalan, uyda shkaf bo'ladi, pesh bo'ladi, kotel bo'ladi. Shunga turlab o'zingiz taxlab apar, dastavka ustanok hammasi ichida. Hammasi ichida deb beraman. Agar uyingda pesh joyi bo'ladigan bo'lsa, yo uyingda ko'z bo'ladigan bo'lsa, uyni o'zini olib borib, kesib, qirqib, do'kib taxlab beramiz. Bu yoqda metrajini bir ko'rsatib o'tchadim. Bu yoqda metrajini bir ko'rib bering. 1 metrlik, 1.20, 1.5, 2.5 hamma rasvetkalaridan bor. 90 ming so'm, 80 ming so'm arzon yerida sotib o'tirib bu narsani, xudo xolasa bizdan zavod narxini 57 ming so'mdan qo'yib beraman aqa. 57 ming so'mdan metr kvadrat. Buning ichida kesish, qirqish, to'qish hammasi ichida bo'ladi. 57 ming so'm bilan ichida ham o'zlari bilan birga. Avang, xohlagan razmerini kesib beramiz. Endi buni 1 metrdan to 4 metrgacha enini topshirish mumkin bo'ladi. Koridorlaringiz bo'latan bo'lsa, ana shundan olishingiz mumkin. Metr kvadratini 57 ming so'mdan xarid etsangiz bo'ladi. Sifatini aytib o'tilgan narxga yarasha sifat bo'ladi. Xalasangiz hamyonbop, xalasangiz eng premium sifatdagi gilamlarning barchasini bir joydan topishingiz mumkin. Kelasiz, qaysidir bo'yicha sizda savol bo'latan bo'lsa, bu yerdan manzili
İşanç savdo mərkəzi özümüzün İşançның yan qanasında hələ dükan açılğandan öncə köp olmadı. Kirib turub özünüz bemalol ko'rishingiz mumkin. 1 saat vaqtingiz yo'q deysiz. Menga bunday kerak edi. Masalan, şu aqti ko'rdimmi videoda deb aytatan bo'lsangiz, o'zingizga ko'rsatgan yerda turganda kelasiz o'zingiz ushab ko'ring, xalasangiz qayirib ko'ring, buklab ko'ring, farqi yo'q. O'zingiz bemalol tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Endi bu yoqdag'ilarcha so'nma. Keyingisi endi 80 dan tortib 2,5 metrgacha boshlangan buni 160 ming so'm, 150 ming so'm berganmiz. Xudo xolasa oyning oxirigacha qarang, 100 ming so'm emas, 90 ming so'm emas, 85 ming so'mdan qo'yib beraman. Hamma razmerlar bor. Endi buni sochaqli gilamlar ham xohlasangiz. Bundan bir desh yaxshisi yeran gösteraman, qarang. Yeni 1 metrlikdan tortib 4 metrlargacha gilamlar ham bor. Buni eng qiziqarli e'tibor berib o'tasiz, eng kichkina 1 metrligidan ham qo'shalar qo'yilgan bu narsani. Eng premium klassda ishlangan, Samarqandda o'zinlangan tutib 5 yulduzli gilamlarimiz bo'ladi bu narsa. Narxini 220 ming so'm, 200 ming so'm urganishni o'zida 150 ming so'm berganman mana oxirgi bahasi. Shu videoni ko'rib keldim degan bo'lsalar, oyning oxirigacha ko'rib turgan eng yaxshi sifatdagi gilamlaringizni 130 emas, 120 emas, 115 ming so'mdan qo'yib beraman. Sochaqli gilamlar ham bor bu narsani agar zalomada tushmanda deysizlar. Eng sifatli yaxshi gilamlardan birisi. Keyingisi bir yanda endi ob'yom katta metrajlarni ko'ribsiz. Bu yon tarafda endi 3 metrlik, 3,5 metrlik, bu yon tarafda 4 metrlik xohlagan enli bo'ylisini kestirib doktorib ekishari mumkin bo'ladi. Bir yandan tushuntirib boshlayman. Pastda toza kelgan narsamiz endi 3,5 metrlik bo'ladi. 2026-yilning eng oxirgi modasida ishlangan gilamlarimizdan birisi bo'ladi bu narsa. Kamida arzon berganda yana 90 ming so'm, 80 ming so'm berganmiz. Yana ham aytaman, 70 emas, 60 emas, 57 ming so'mdan qo'yib beraman. 57 ming so'mdan metr kvadrat. 57 ming so'mdan metr kvadratda ko'ring bu narsani ichki narsalarga. Sifati eng yaxshi narsalardan birisi. Orqasi media dokun bo'ladi bu narsaning, kilay yo'q. Bemalol kestirib ekitaverarlar. Keyingisi mana biz sizga bir tortib ko'rsataman. Keyingisi endi 3 metrlik bo'ladi bu narsani, oboy gulli, sifati eng yaxshi gilamlardan birisi. 150 ming so'm, 160 ming so'm sotganmiz. Xudo xolasa oyning oxirigacha 85 ming so'mdan metr kvadratini qo'yib beraman. Menga zo'ri kerak, divolim atachentoni qimmatini oldim deyarli uchun 220 ming so'mlik metrajli gilamlarimizda aksiya tushirgan narxida 130 emas, 120 emas, 115 ming so'm qo'yib beraman. 115 ming so'm, 115 ming so'm. Avang eng yaxshi. Avang. Keyin bu ko'rib turganingiz bor. Buniki 90 ming so'm, 80 ming so'm sotgan narsamiz. Xudo xolasa oyning oxirigacha 57 ming so'mdan kvadratini qo'yib beraman. Depadagi birinchi 100 ming so'mlik narsa dangal bahosini aytaman uni. Qarang, 70 ming so'm emas, 65 ming so'mdan qo'yib beraman. Metr kvadratini endi 3,5 metrlik, 3 metrlik, 4 metrliklari har xil variantlari bor. Gilamlardan eng xonini 65, 57, 55 50 ming so'm, 60 ming so'm bo'lib qoldi metr kvadrati. Endi gilam olatan bo'lsangiz sizga adavr arzonga tushadi, lekin faqatgina shu oyning oxirigacha amal etadi. Ulgurib qolishingiz kerak. Qizil svet. Qizil svetini ko'p odamlar so'raydi bizdan. Qizil svet kerak menga, kirchilar bilinmaydigan svetlardan ko'rsating. Pajini fotomo do'shayman dedilar. Ko'rib turgan gilamlaringizda hamma razmerlari bor. Metrajni deslami endi 1 metr, 1,5 metr, 2 metr, to 4 metrgacha bor. Mana narxini keladigan bo'lsak, eng arzon yerida qarang. 65 ming so'm berib o'tirdilar. Eng arzon yerida. Xudo xolasa eng arzon yeridan 1 so'm bo'lsam arzon deb beraman deb ko'pman 57 ming so'mdan qo'yib beraman mana menga. Buni metr kvadrati 57 ming so'mdan. Bu yerdan qarasangiz buni gullari yarq, yandan qarasangiz buni gullari cho'mli bo'ladi. Shunda endi oddiyroq tushuntirib bo'lsak, misol 57 ming so'mdan metr kvadratini qo'yib berib turibman. Shunda 10 ga 10 bo'latan bo'lsa, xona necha so'mga tushar shunda bu gilam? 10 kvadratini ko'paytirib ko'ramiz. Tak. 10 ko'paytiraman 10. 100 kvadrat ko'paytiraman 57 ming so'mdan. 5700 ming so'm. 5700 ming so'm bor. 100 kvadrat narsangiz 5700 ming so'm pul oladi. Endi 100 kvadrat hozir kamida bir 2 domda o'shaysiz. 2 domda o'shaysiz pulni. Xolos alamini yemin nisbatan bo'g'a. Xolos alamini nisbatan bo'g'a. Toza keyin gulli bo'ladi, sifati yaxshi, yumshoqqina narsa. Buniki ham 65-70 dan kam berganimiz yo'q edi. Oyning oxirigacha 57 ming so'mdan qo'yib beraman. Buni 57 dan. Bu 57 dan qo'yib beraman. Xo'p. Ana endi qolgan gilamlarimizni depada tushuntirib o'tamiz. Tayyor gotovoy sochaqli gilamlarimizni zolimada qidirib yurganlar uchun. Razmeri enini 3,5 metr bo'ladi. O'ziligidan 5 metrda ishlangan gilamimiz, sochaqlari qo'yilgan, qo'shalari qo'yilgan, sifati eng yaxshi gilamlardan birisi bo'ladi mana. Kafelning ustida, beton ustida turibdi, bemalol kelib turib, kuyishdan hech oyoqni ustida chiqib ko'rishingiz mumkin bo'ladi bu narsani. 4 million so'm, 3 million 800 ming so'm, 3,5 million so'm pul berganmiz oxirgi senalari. Bu ko'rib turgan narsalaringizni oyning oxirigacha 2,5 million emas, 2 million 400 emas, 2 million 150 ming so'm pul aytib beraman. Bundan tashqari yana ham aytaman, hozir o'zini like bosib, kommentariya yozib, gilam qidirib yurgan narsalarni videoni jo'natib qo'ygan bo'lsangizlar, 2 million so'm pul aytib beraman. Shartlarni bajarib. 2 million 150 dan 2 millionga tushirib. 2 million so'm tushirdim. 3,5lik eng qalingini bu narsani. Ko'rib turganingizda like'larni bosib, kommentga chiroyli bir fikringizni yozib, obuna bo'lib qo'yatan bo'lsangiz albatta va yaqinlaringizga hozirning o'zida Beruniyda shunday gilam do'kon bor ekanligini yiberib ulardan xabardor etib qo'yasiz. Ular ham sizga rahmat aytadi va qo'shimchasida siz 2 million 150 ga tushganda 2 million 150 emas, 2 million so'mga xarid etishingiz mumkin. Buni keyingi gilamimiz bu ipak sifatida do'kon gilamlarimiz bo'ladi. Bu yerdan qarasangiz mana gullar yarki, bu yerdan qarasangiz gullar cho'mli ko'rsanadi. Buni ham sifati yaxshi, qo'shalari qo'yilgan, sochaqlari 10 santlik sochaqda qo'yilgan bo'ladi. Narxini keladigan bo'lsak, eng arzon 3 million so'm pul berganmiz. Zangel buni zavod narxidan bittadan bahasi 1 million 650 ming so'm qo'yib beraman. 3 metr 4,5 metr razmerda ishlangan. Buni sifatida 1 million 650 1 million 650 ming so'm qo'yib beraman. İpakning eng zo'ri bo'ladi bo'g'a. O'zingizdan ko'rib turibsiz gilamlari masalan. Keyingisi yana bu narsadan bir yoyib ko'rsatib beramiz.
Qani. 3,5 metre, yo'q 3 metre, 5 metre bo'ladi buni uzunligi. Sifatini qarang bu narsani. Gullar niye 5 net pishlangan. İki tomondan ikki xil ko'rsatisham bo'ladi bu ham. Qalinligini bir yaqinroqqa ko'rsatishimiz mumkin buni qarang. Qalinligi 1,5-2 sm bo'ladi buni vorsi. Sochoqlari 10 sm, arqalari qo'shqa qo'yilgan. 3'e 5lik bo'ladi. Narxına keladigan bo'lsak 4 million so'm, 3,5 million so'm kelishib berganmiz. Oyning oxirigacha shigir turgan gilamlaringizni eng oxirgi bahası 2 million 250 ming so'm platib beraman. 3 metre 5 metrlikni eng yaxshisini. Eng qalin variantlarini. Eng yaxshi sifati zo'rlari. Sifati yaxshi varianti 4 million 4,5 millionluqları 2 million 250 dediniz, ha? 2 million 250 ming so'm. Ana videomuza like, kommentdan bosib ketamiz, undan ham kelishib beraman. Xo'p. Endi qarang, 4'e 7lik katta razmerda gilam so'rag'anlar uchun parlament sifati ishlangan gilamimiz, umuman kiray yo'q. Buni tovlanib turishini ko'rishingiz mumkin. Sifati yaxshi, necha yil beklashaydan beklanib qolgan vajamas. Narxi 4'e 7likniki 5 million so'm, 6 million so'm, ana kelishib berdim, menda 4,5 million so'm oxirgi bahası berganmiz, lekin oyning oxirigacha shu videoni ko'rganingizdan bo'lsangizlar, ko'rib turgan gilamlarimizni 2 million 950 ming so'm platib beraman. 4'e 7likni. 900 dan mana turgan birinchi mana gilamdi. Avang 2 million 950 ming so'm pul. 4 metr 7 metrlik eng yaxshi sifatdagi gilamlarimizdan birisi bo'ladi bu narsalar. Bahalar nerealniy bo'lib turibdi do'stlar, bahalar nerealniy. Qarang, bu yoq tarafimiz noma'lum soldat, bu yog'imiz Agrobank, yanimizda Ishonch savdo markazi. Shu yerda Samarqand to'ptum gilamlaridan kelasiz va baho oldingidan ko'ra, ya'ni 50% arzonlab ketgan. 4 million, 5 million, 6 million, 6 millionlikni 5 millionga yoq deb amallab kelishib olib turgan gilamlaringiz 2 million 950, 2 million 900, 2,5 ming bo'libdi. Kelib turib albatta imkoniyatdan foydalanib qolishingiz kerak. Endi shu yerdan klientlarimizdan narx-navo haqida so'raymiz. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Nereden ko'rib keldingiz aypa? Neden? Mana nima Telegramdan, Instagramdan. Narx-navolar, vыборlar qanday? Yaxshi, yomon emas. Ma'qul bo'ldimi? Nima ko'rajaqsiz bu yerdan? Qanday gilam? Gilam qizima, qo'shishqa. Xo'p. Ha, charpag'ami? Ava. Ajoyib. Baxtli bo'lsin. Rahmat. To'yga aytasiz biroq. Xudo xolasa 7-iyun to'y. Kristal to'yxonada boraverasan. 7-iyun nima? Lamang. Ha. Xo'p. Ag'a, sizga ne ma'qulmi? Bo'ladi. Nereden ko'rib keldingiz siz? Hamma o'pshi bir keldi menga. Yo'q, hammamiz bir. Ha, bo'ldi. Siz ham Instagramdan ko'rib keldingiz. Baholar qanday? To'g'risini ayting. Bahodir mana normalniy bo'ldi. Kelishib berib turibman? Kelishdi. Bo'ldi. Ajoyib. Ag'a, ishingizga rivoj. Bo'ladi, yaxshi. Endi davom etamiz ag'a. Ko'rib turganingiz klientlarimizga bir xaritat tutdi. Eng arzon zavod narxida berib turibmiz. Razmeri keyingi gilamimizdan bir tushuntirib o'tamiz. Qizil bordovoy svetda bu gilamni dim ko'p odam so'raydi, "Men qizil gilam ko'rsating, bordovoy svet gilam ko'rsating" deb. 4 metr 6 metr bo'ladi buni. Razmeri sifati yaxshi sochoqlari qo'yilgan, orqasi media dokum bo'ladi bu narsani. Narxini keladigan bo'lsak, 4,6likni 2,5 million so'mdan keyin bermaganmiz, 1 million 260 ming so'm pul qo'yib beraman ag'a. 100 dollarga shunda shu gilamda olsa bo'ladi. Shu gilam olsa bo'ladi. Xolos alamini qizil sveti, xolos alamini narsani. Keyin masalan, endi oq svetlar ham bor. Oq svet ham 100 dollardan. Oq svet ham 4'e 5'lik, 4,6'lik. Avang, endi razmerine qarab, agar razmeri bundan kichik bo'lsa, undan ham arzonlatib beraman. Bundan katta bo'ladigan bo'lsa, ozgina pul menadi ustidan. Yarib tashlaringiz ag'a siz. Eng arzon narxida. Endi qarang, bu tarafimizda ob'yomimizda gilam ko'p, umuman. Shunda ko'rib turgan gilamlaringizni hammasini xohlagan razmerlaringizni topib beramiz. Ili arzon zavod narxida bo'ladi. Bizdan ko'p odam so'raydi, eng arzon gilamingiz necha so'm deb. Keling ko'rsatib beraman bir. Razmeri enine 2 metr bo'ladi, uzunligini 3 metr. Xalosala mana qizil svetlari, xalosala oq sveti durishini 320 ming so'm pul berib beraman. 320 mingga gilam olsa bo'ladi. Durishi, avang. Endi qarang, mana qizil sveti, imanda xalosala go'k sveti. İmanda xalasala oq sveti 320 ming so'mdan tutgani bo'ladi. Cho'vam 320 ming. Avang, enine 2, uzunligini 3 bo'ladi. Endi mana sifati har xillar bor. Bundan yaxshilari 550 ming so'mlik bor. Ina bola effektlarni zo'rlari masalan, razmeri 2 yoshlik shu durishini masalan 1,5 million so'm berganmiz, oyning oxirigacha aksiyadan buni 850 ming so'm pul beraman misol. Buni hamma razmerlari bor. Xudo xolasa kelsangizlar, sizda xohlagan turda, xudo xolasa xohlagan gilamlaringizni uyingizgacha dastavkalarni qilib beramiz ag'a. Demak, dastavkasi ustanovka hamma narsasi ichida bo'ladi. Avang, hammasi ichida bo'ladi. Kelib turib 30-iyungacha shunaqta xarid etsa bo'ladi. Avang, 30-iyungacha shunaqta bo'ladi. Avang, o'zingiz shu yerda bo'lasiz. Albatta. Nomeringizni bir aytib o'tib keting. Nomerlarimiz 91 dan 994 0202, 90 dan 738 74 74. Ana shu nomerlarga bog'lanib bemalol kelaveradilar. Avang. Nechadan nechagacha ishlaydi do'kon? Azangi 9dan xudo xolasa kechki 6-7 gacha bo'ladi. Har kuni. Har kuni ish. Xo'p. 30-iyungacha aytib o'tilgan gilamlarda shu narxda xarid etsangiz bo'ladi. To'g'risi men o'zim hayron qolib turibman, sababi bu gilamni og'a men o'zim ko'rib, misol bir 4 million, 4,5 million deb baholab turgan narsalar 900 ming, 800 ming deb yozibsiz. Shundan keyin ko'rib turgan xohlagan bir insondan gilam olg'isi keladi. To'y bo'layotgan bo'lsa, uyingizda remont bo'layotgan bo'lsa, iPhone o'xshab sarpoga qo'shaman desangiz ham, kimingdir to'yini etib qada hisobida podarka etaman desangiz ham, barchasini gilam zotining barini bir joydan topishingiz mumkin. Eng arzonidan tortib eng premium o'sha
eng ulluq xanımlara zatan, xanlar oturatan giləmlərdən həmməsini bir yerdən topsanız болады endilikdə. Bəlkənizi kutub qalamiz. Abunə olub qoyuş və like basışadığınızdan çıxmasın. Yana aytqan skitkilərimizdən var like basqanınız üçün.